bir savdogar o'g'li hech oldida o'tirmasmisda o'zidan o'rgangan bozorga chiqib ketaverar ekan. Bolam, oyoq qo'limdan quvvat ketib ketadigan bo'laman. Bir kun o'tir bozorga chiqma bolam. Bu imoratni qara, mana shu otamni yotqizib qo'yib yuguraverardim bozorga. Mana qasr imorat senga qurib berdim. Topgan mol dunyoyim nevaramgacha yetadi. Endi birpas oldimda o'tir jon bolam. Senga ikkita so'zim bor. Etti-indin jonim chiqsa, mana shu oyog'imdagi eski paypog'imga o'rganib qoldim. Shu bilan ko'mishsin bolam, yechmasin, bitta vasiyat. Ikkinchisini men unga yozib qo'yibman, ko'mi bo'lgandan keyin o'qiysan. Ota shunday deb ertasiga dunyodan o'tdi. Otam vasiyat qilganlar payponi yechmaysizlar deb turib oldi. Payponi yechmasa cho'mil yuvish bo'lmaydi, bu shariatda yo'q. Otam aytgan, otang u sakratda aytgan jon talvasasida bo'lmaydi. Ya endi vasiyat bo'lmasam o'zing yuv, o'zing ko'm. Biz ketdik deganda ha bo'pti yechinglar dedi. Oyoqda paypo yechildi, yuvib kapallab go'rga qo'ygandan keyin ikkinchi xatni o'qiysa, ko'rdingmi bolam, rosa mol dunyoni topdim, bitta eski payponi olib ketolmadim. Shunga qarab mehr qo'ygin. Odamiy zotni oqibatini esingdan chiqazma. Men ham otamni mana shunday tashlab pul topaman deb ketaverdim, yuguraverdim. Ming afsuslar chekamanki, bir dam oldilarda o'tirmaganimga degan ekan.